O'zbekistonda restoranlarga qo'shilgan qiymat solig'i 0% bo'lishi mumkin. Endi umumiy ovqatlanish sohasida katta o'zgarish bo'lishi mumkin. Soliq qo'mitasi restoran va kafelar uchun qo'shilgan qiymat solig'ini 0% qilish variantini ko'rib chiqyapti. Lekin bu shunchaki imtiyoz emas. Buning uchun biznes xodimlarni rasmiy ishga olishi, ularning sonini saqlashi, barqaror daromad ko'rsatish kerak. Ya'ni davlat shunday deydi: ochiq ishlaysan, soliqni kamaytiramiz. Masalan, agar restoran kamida 20 nafar xodimni rasmiy ish bilan ta'minlasa va kerakli aylanishni ko'tarsa, qo'shilgan qiymat solig'i butunlay olib tashlanadi. Qoladi faqat ijtimoiy va foyda solig'i. Bu tizim davlat va biznes o'rtasidagi kelishuv. Siz shaffof ishlaysiz, davlat esa yengillik beradi. Hozircha loyiha muhokamada. Yakuniy qaror tadbirkorlar bilan maslahatdan keyin qabul qilinadi. Xo'sh, siz restoran egasi bo'lsangiz, qo'shilgan qiymat solig'isiz ishlash uchun oq ishlashga o'tarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.